Fransiyaga ketyapmiz. Sirlarni oshkor qildik. Lekin Fransiyaga ketyapmiz. Qani endi Abraham Moshe kutib turib kelyapmiz biz. Nimadimi? Mana qara, men hozir Shvetsiyadaman. Ertaga azonda Fransiyada bo'laman. Sen uje Fransiyaga qo'nib bo'lgansan. Ertaga Fransiyaning shimolida Capelle-le-Grand degan joy bor. O'sha yerda chechenlarning masjidi bor. Ertaga peshinda bitta odam bilan kelgan. Fransiyaga adashmasam erta indinlarga borsak kerak. Fransiyaga safarimiz. Indinga boramizmi Fransiyaga? Fransiyaga. O'zbekistonda turib biz Fransiyaga uchyapmiz deding. Fransiyaga kelmadik. Sen Fransiyaga uchyapmiz deyishing bilan men Fransiyaga uchib keldim. Lafzimga binoan alhamdulillah. Sen oldin qachon Fransiyaga kelishingni определить qilib olgan. O'zing bilmaysan. Qachonki pagolli o'rtoqlaring biz tayyormiz deganda sen kela olasan. Ungacha sen kela olmaysan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu videoni chiqarishlikni lozim deb bildim. Chunki butun O'zbekistonni oldida, o'zbek xalqini oldida promoy efir qilib, biz hozir Fransiyaga uchyapmiz biz. Bizni kutib olgan Ibrohim deb aslida Fransiyaga kelmasdan boshqa davlatga borib olib, qani sen Ibrohim, kelmaysanmi, ko'rishmaymizmi deb o'zini muridlarini, kuzatuvchilarini, xalqni aldab, meni yo'q joyda meni qidirib yurgan ashror, asli belgilangan joyga kelmasdan qo'rqib qochib yurib, mana men Shvetsiyadan lafzimga binoan Fransiyaga keldim. Bu bo'lsa Fransiyaga uchyapmiz deb Fransiyaga kelmadi. Ertaga men ketganimdan keyin Fransiyaga kelib, qani sen Eyfeldaman, aeroportdaman, o'tdaman, bo'tdaman demaslik uchun bu videoni chiqaryapman. So'zlarimni qisqagina qilaman, chunki juda ham charchaganman. Kechasi bilan yo'lda bo'lganman va hozirda Fransiyaning shimoliy qismi ko'pchilikka tanish bo'lgan chechen birodarlarning masjididamiz. Xullas ashror belgilangan joyga, vaqtga, makonga kelmadi. Mana shu kechgacha kutdik. Kelmadi ashror. Yaqindagina efirini tashib berishdi, yana insonlarni aldab, ochko ishlash bilan ovora. Ashror, echki, Don Kixot, sen oldin qachon Fransiyaga kelishingni определить qilib olgan. O'zing bilmaysan. Qachonki pagolli o'rtoqlaring biz tayyormiz deganda sen kela olasan. Ungacha sen kela olmaysan. Seni men qatga chaqirganimni sen juda ham yaxshi bilding. Shu o'rtamizda shariy qozi bo'lsin deding, qozini oldiga husumatchilar keladi. Tushundingmi? Shariatda qozini oldiga ikkalamiz husumatchi bo'lsa, ikkalamiz kelamiz. Sen qo'rqding, kelmading, xalqqa aldading. Sen nimaga Fransiyaga uchyapmiz deb Fransiyaga kelmading? Dalili mana shu video. O'zingning videoying. Fransiyaga ketyapmiz. Sirlarni oshkor qildik. Lekin Fransiyaga ketyapmiz. Qani endi Abraham Moshe kutib turib kelyapmiz biz. Men mana shu videoyingni ko'rib, menga tashib berishgandan keyin senga Telegramdan video vizuv, dumaloq vizuv jo'natdim. Senga, muridlaringga va butun xalqqa oshkor qildim. Mana o'zim Shvetsiyada bo'lsam-da, ishlarim bo'lsa-da, lafzimga binoan Fransiyaga kelaman deb 1,5 kun avval vaqtni, makonni Fransiyaning shimolidagi chechen birodarlarni masjidida shar'iy mahkama qilamiz. Undan keyin birodarlar sen bilan meni birga bir qo'yib berishadi deb murojaat qildim 1,5 kun avval. O'zim Shvetsiyaning o shimolidan yetib keldim. Sen burning tegidagi Fransiyaga kela olmading, subhanalloh. Allohdan qo'rqmaysanmi, o rol o'ynagani? Sen qachon kela olasan, aytaymi? Akalaring, pagolli akalaring ruxsat berganda kela olasan. Men senga murojaat qilib, mana shu chechenlarning masjidida ko'rishamiz deganimdan keyin mana shu videoni chiqaribsan. Diqqat qilinglar, bu bahonadan boshqa narsa emas. Duxi yetmayapti, subhanalloh. Kecha bitta video tashlatdi. Falon joyga, falon masjidda, falon chechenlarning masjidiga kelgin. Ey, Abraha. Men ezalak quvib yuradigan. Yo, sen qo'rqyapsan. Bir voqea esimga tushib ketdi. La'nati Mal'un Karimov Abduvali qori akani huzuriga chaqirganda, men aytgan joyga kelgin deganda, Abduvali qori aka masjidga kelgin deganda, o'sha prezidentingni la'nati Karimov ichi o'tib ketgan edi, Alloh uyiga kelishdan qo'rqib. Seni ham men Alloh uyiga, birodarlarning masjidiga chaqirdim. Sen kelmading. Seni qat'iy chaqirayotganimni bilding. Chunki sen shar'an nohaqsan va gapirgan gaplaringga javob bera olmaysan. Tushundingmi? Sen Fransiyaga qachon kelasan? Sen o'zing определить qilib olgan, sen bilmaysan, haligacha bilmaysan. Dalilimi? Mana gaping. Bugungi videoying bu. Fransiyaga adashmasam erta indinlarga borsak kerak. Kerak. Fransiyaga safarimiz. Indinga boramizmi Fransiyaga?
Fransiya Sen o'zing bilmaysan qachon borishingni. Nimaga O'zbekistonda turib biz Fransiyaga uchmoqmiz deb nega Fransiyaga kelmading deb haligacha bilmaysan. Men seni kayfingga qarab, vaqtingga qarab belgilamayman, tushundingmi? Men hissiyot bilan, shijoat bilan, aqlsizlik bilan ish qilmayman. Sen bilasan men qidiruvdaligimni. Men lavzimga binoan Shvetsiyadan yetib keldim. 1,5 kun oldin senga men e'lon qildim qayerda ko'rishimizni. Sen kelmading. Ey xalq, bu kelmadi. Men lavzimga binoan keldim. Qadamlarimni sizlarga ko'rsatib turdim. Ashror kelmadi. Ertaga men ketganimdan keyin Ashror keladi. Bo'ynimda birodarimning omonati bor-da, bo'lmasam sen isqirt bilan qanaqa gaplashishni o'zim bilardim, subhanalloh. Sen munofiq, fosiq, mushrik bilan qanaqa gaplashishni men o'zim bilardim. Inshaalloh Alloh seni oyog'imni tagiga tashlaydi, qarab turing. Robbim seni qattiq ushlaydi. Men lavzimga binoan Shvetsiyadan barcha ishimni tashlab keldim. Sen kelmading, Ashror. Sen haligacha Fransiyaga qachon kelishini bilmaysan. Lekin O'zbekistonda turib biz Fransiyaga uchmoqmiz deding. Fransiyaga kelmading. Sen Fransiyaga uchmoqmiz deyishing bilan men Fransiyaga uchib keldim. Lavzimga binoan alhamdulillah. Tushundingmi? Alloh azza va jalla aytadiki: "Va law nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum va la ta'rifannahum fi lahnil qawli." Spasibo brat. Tushundingmi? Seni so'zingdan, harakatlaringdan munofiqligingni Alloh azza va jalla biz musulmonlarga bildirib qo'yadi, alhamdulillah. Tushundingmi? Senga berilgan imkonni sen boy berding. Mana biz kech-kecha seni kutib o'tirdik. O qo'rqoq. Senga emas, men bilan ko'rish. Tushundingmi?